Minecraft. Lekin Minecraftda mavjud barcha narsani ovqat sifatida yeyish mumkin. Temir kirkani ko'rdingiz. Endi esa tentini ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam oddiy sent blokini. Bu bizni zaharlab qo'yadi. Bu mod Minecraftda mavjud barcha bloklar bilan xuddi shu tartibda ishlaydi. Qo'shimcha tarzda barcha aslahalardan tortib rudalargacha. Bugungi videoda bizning maqsadimiz Minecraftda juda ko'p narsani yeb ko'ramiz va u bizga qanaqangi effekt berishini yoritib beramiz va videoning oxirida Bedrockni yeb ko'ramiz. Birodarlar, sizlardan iltimos, kontentlarimiz ko'payib, men Minecraftda ko'proq ijod qilishim uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, agar Telegram kanalinglar yoki bo'lmasam do'stinglar bo'lsa, yuborib qo'yishni maslahat beraman, sababi biz shu videoni orqasidan iloji boricha 4000 yoki 5000 ta obunachi yig'moqchimiz. Yo, barchalarga assalomu alaykum birodarlar, sizlar bilan birgalikda bugun yana men Zaykboy, sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun video nima haqidaligini bilasizlar. Men bilan birgalikda har doimgidek do'stim Hyperjor. Hammaga salom, sizlar bilan Hyper o'z. Da, bolalar bugun Minecraftda любой narsani yeyish mumkin. Kelinglar birinchi Minecraft haqiqiy qonun qoidasi bo'lgan daraxtni makillatamiz. Bor yo'roqqa. Xo'p, keyin toshli aslahalar yasaymiz. Keyinchalik yeyishni boshlaymiz, ya'ni toshli aslahalar olib. Ajoyib. Xo'p, birodarlar, sizlardan iltimos, albatta videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Biz shu videoning orqasidan 4000 ta obunachi bo'lsak, yana chotki qiziqarli yangi videolar qo'yaman. To'g'rimi do'stim? Nima dedingiz? Noto'g'ri, albatta bugungi maqsadimiz bizni anavi bo'ladi, almasni yeyish bo'ladi. Almasni yeb ko'raman birinchi bo'lib, mana bundan tashqari. Sen temirni yeysang ham yarashasan. Seni ishtoningni yechish meni maqsadim. Ishtonsiz qoldi. Zaykboy jiji deb yozib qoldiringlar iltimos dedi. Pix kit deb yozib qoldiringlar, Pix kit. Pix ko'radigan bo'lsang kitsan. Pix oxirgi paytlarga hech videoga qatnashmayapti. Bilyapsanmi shuni? Chunki Pix g'ijim, yosh bachcha vijmoniy qundan ko'ra, lo'li. Bo'ldi, akalar, biz birinchi bitta oddiy kirkani yeymiz. Xo'p. Mana buncha joy tutib tashlar ekan oddiy kirkani yesang, mana buni to'rtburchak qilib. What the hell? Ana uchdimi, qani? Yep. Qoch. Temir. Let's go. Do'stim, bo'ldi, qishloq bor edi shu atrofda. Ketdik qishloqdagi narsalarni yeymiz. Tepaga chiqishda o'zi problemachi. Blok olaylik, tepaga chiqamiz shu bilan keyin. Do'stlar, biz mana bu g'ordami nimadandir chiqdik, endi verstak deb ko'radi. Men yeb ko'raman, mayli. Xo'p, nima effekt berar ekan? Jitil paydo bo'ldi. Ikkita almasga nimadir berar ekan. Kuchaytirilganmi shunda? Xullas buni o'zdan ham yeb ko'rdi, bu aldayapti. Enchanted. Cheksiz eng kuchli kiyimlardan birini berar ekan bu. Sen qorning ochmasmi? Ovqat ta'mini qilmaysanmi? Qara, hozir o'lib ketasan. Yo, mayon do'stlar, bu jitel bizga kerak. Demak, eng kerakli narsalardan biri bu o'zingizlar ko'rganinglardek qishloqlar. Ya'ni verstak deyish. Sizlardan iltimos qilaman, yana bir bor iltimos kanalga obuna bo'ling, jigarlar. 4-5 ming ta bo'lib tashlaylik. Qishloq bor ekan mana bu yoqda. Da, qishloq bor. Keyin ham yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman men sizlarga. Ya'ni webkamerani tepadagi Telegram kanalga o'tib, sizlar ham o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Sunduq deymizmi yo? Sunduq yomon. Eshik deymizmi? Eshik. Webkamerami? Dada pakda. Ya, webkamerani tagidagi havola orqali o'tsa bor-da. Okey. Shunaqa qilinglar, davay do'stlar, buni o'ynab ko'rish kerak, chunki buni birinchilardan bo'lib men o'ynab ko'rganman, chunki men bilaman. Fakel desak, u yorug'lik effekti berar ekan. Demak, g'orlarga tushsak ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Qancha vaqt? 9 minut yorug'lik. Menga fakel ol. Bo'ldi. Do'stlar, biz hozir almaz olish uchun keyin konga tushamiz. Ya'ni almaz olsak, ikkita almazga juda ko'p narsalar olsa bo'ladi. Qayerdasan, qishloqdasan? Dada, qishloqdaman. Tur. Sizlashdimi men bunga? Daraxt desan. Qishloqni qara, merini. Ajoyib mer ekan, qara buni, fonni qarada. Dahshat-ku. Daraxt desa ham jitil paydo bo'lar ekan, da. Daraxt desak ham jitil paydo bo'lar ekan. Shuncha yil men Minecraft o'ynab, mana shunaqa joyga tushmagan ekanman. Juda chiroyli joylar do'stlar. Ani qo'q kallalar bor ekan, shuni yeb ko'rish kerak. Ketdik. Qo'q deymiz, lekin bizga birinchi o'rinda anovda, ya'ni bitta almos topishimiz kerak. Qovoqdan almas maqsad bizda. Qilich deymizmi? To'xtanglar do'stlar, hozir verstakni qo'yamizda biz qilich yeymiz, короче. Ideyani kuchugi bizda bor.
Verstakimiz yo'q. Xo'p, qilich yasayman degandim-da. Qilich bitta yasayman. Keyin bitta pechka ham yasayman men. Ikkita yasay qolay, sababi bizga temirlar ham bor-ku. Mana. Stopda, eng qizig'i stopda. Mana bu ovqat g'amini dedim-ku, qilaylik dedim. Strange Mana bu berar ekan narsalar. bizga. Voy, garang. Strange berar ekan, qilich desak, strange berar ekan. Ovqat ko'p menda, ovqat ko'p. Yo'q, garang, gapimni bo'lding. Garang qo'y. Xullas, ovqat g'amini qilaylik dedim-ki, mana bu narsalarni o'zini yeysa ovqat-ku. To'g'ri, lekin men ham ovqat olganman. Jinnini qara. Do'stim, qum deyman, qum deb ko'raymi? Qumdi do'stim, qumdi. Qum deymiz. Qumni sen cho'kib ketasan. Yo, yomon effekt berar ekan. Ursammi mana qilich bilan taq. Yo, yomon effekt berdi. Bitta yeb ko'r qumni. Qumni bitta yeb ko'r. Qum yemayman, masalan, yo'q. Qum, men go'sht yeyman, go'sht. Yomon. Gravel deymiz. Bolalar gravel deymiz. Qilichni yedingmi sen? Nima narsa? Qilichni. Qilichni yedim, strange berar ekan. Nima u? Shumi? Вообще ha. Yana jonni ketkizyapti, gravel ham yo'q. Mana buni yesa nima bo'lar ekan mana buni? Temirni yechi nima bo'lar ekan? Temirni sen ye. Nima bo'ldi? Yo. Do'stlar, meni do'stim urib o'ldirib qo'ydi. Bu yomon bola. O'shaning uchun yoniga kelib oldik va videoni davom ettiramiz va mana bu tarafga qarab ketamiz. Ketdi, yur. Yura yosh bachcha. Tuhmatlarga qoldim. Mana senga. Jun deyman men. Shu gapini olib edit qilib yuboraylik. Lavani yesak bo'ladimi? Lavani paqirga suvib yesak bo'lardi lekin. Lavalar otilib chiqadi. Temir topaylik, yur. Pillagerlarning anosi bor ekan. Qarorgoh bor ekan. Ketdik, makillatamiz. Ketdik. Nazarboy qandoshlari. Qumini o'ynasin bular. Qumini o'ynasin ayt. Qoch. Bitta temir bor ekan. Yaxshi. Nima narsa ekan? O'laman. Ichkariga kirdingmi sen? Qanima yo'lasan? Xo'p, yaxshi jigarlar, biz ularni mak qildik. Endi ikkinchi qishloqqa qarab boramiz. Bir HP jonim qoldi. Ketdi ikkinchi qishloqqa qarab. 3 ta qishloq bormi shu joyda? Chiqmadingmi mana buni ustiga, kirmadingmi? Chiqdim, narsalarni oldim. Ke ikkinchi qishloqqa boramiz. Ana u yoqda ekan. Tepalaydi ekan ikkinchi qishloq. Let's go. Arqangdan ana kelyapti. Qochish kerak. O'zi jonim yo'q. Nima qiladi men orqamdan kelib? Balo bormi orqamdan? Seni orqangdan keladi-da, chunki senda orqa bor. A few moments later. Hozir ko'ramiz nimalar borligini. Xo'p, non. Yo, non, kravat deb ko'rayda. Kravat nima bo'lar ekan kravat deb. Kechasi deb qoladim deyman. Ana yashil joyda aytibsanmi? Jon yarimini urib tashar ekan kravat desa. Yo'q, nima endi kravat jonni olar ekan. Kravat yomon narsa. Ana. Konga tushaylik, temir bilan almas topib chiqaylik, konga tushib. Bo'ladi. O'ldir sen. Seni qalqoningmi-da? Qalqon tutib bo'lmaydi bunga. Ana. Endi bo'lar. Yevoradi-da, mishkani o'ng tarafini bossang bu. Shuni bilasanmi sen hali? Menga berdi, men o'zim senga qanday urushni ko'rsataman hali. No. Nima yesa bo'layotganmiz, yeyishga mana buni yeyaveramiz, farqi yo'q. Ko'p jon olar ekan, ko'p jon berar ekan. Urur. Yemmalar shogir. Mana kamonni yeymiz qani? Hech narsa bo'lmay ekan. Suya deymizmi, suya? Ye. Almas top, temir top. Yemini qara. Qara, mana qara. Mana qara, tez qara. What the hell? Moblarning oldiga yur.
Yo'q, bu mazasini qochiraman. ho'kizday bola bo'ldi-da bu. Do'stlar, biz yangi joyga yetib keldik. Bu yerdan endi almos qidiramiz. Pastki biyon bu. Temir kerak emas. Bu yerga tepaga chiqaylikchi. Temir kerak emas. Rostini aytsam 1 soat qidirdik ishoninglar, 1 soat. U bitta almos bir dona topdim-chi. Bitta topding? Spawner. Almasni yeb ko'rishida bizni maqsad. Bu mana bu temir. Temir u. Suyakdan yeyish kerak suyakdan. Yana bitta almos. Yaxshi. Ol. Hoyt, qoch. Ur shunur. Hoyt. Urushlar talba bo'lyapti. Durma. Va yutdik biz. Bittami? To'xta. Nima bersa chiqardi? Jitilcha. Verstak. Tilkan yeysan. Verstak. Virsak bor menda, yasab beraman. Yo, o'zingda ham bor. Yo, ana o'qichi. Hozir men musorlarni tashlayman uning ichiga to'tab tur. Bo'ldi, qazima. Вообще kerak emas narsalar. Kamon yeb ko'ramiz, kamon. Garang uni nima tashlading? Hech bir borchiydi. Verstakni endi yeychimen. Verstakni yeyman deb qo'yib yubordim-chi. Sen qara. U mana. Bile an shuni bekor qilding lekin. Nima bera? Qilicholli bu. Garang. Qochib tur. Mana buni olaylik. Da. Verstak qo'y bitta verstak qo'ydi do'stim. Bo'ldi, shart emas. Endi to'xtachi, zombilar turib ko'raylik nima bo'lar ekan. Bitta udar qo'zdi. Buni yemaymiz akalar. Buni yesak o'lgan kunimiz-chi. To'xta. Voy. Qanday ana uni? Qizadi meni qilichim to'tib tur. Yo, stak tushdi. Almas top staklashtirib beraman. Almas top staklashtirib beraman. Shuni bitta qasddan bir 80 ta bo'lib tushadi. Absudi yeb bo'lmay ekan lekin. Ichi bo'lmaydimi, yeb bo'lmaydi. Mana. Almas topdim. Mana. Kes staklashtiramiz. Ana yorug' bo'ldi. Zo'r ekan. Men jonim kam, tezga jonim kam. Boryapman. Bir dona blokni berar ekan. Ke qilich olib beraman. Men 5 ta almazga qilich ol o'zingga, 5 ta almazga qilich ol, orqangga tashladim. Verstak yesang qilich paydo bo'ladi. 4 ta. Juda zo'r narsalar ekan lekinchi. Versak yesam nima paydo bo'ladi deng? Ye bilasan. Men hozir yeyishga ham anom yo'q, chunki moblar o'rab oldi meni. Shunga men boraymi endi? Bu yerda ham almos bor ekan, tez chiq, tashqariga chiq, tashqariga boyagi bergan joyingga berdi. Tez bor. Almos ko'rdim, tezki. Ana, tezkida. Yo'qda hammasi. Oxiriga bu almos bu. Qani u? Bitta sayfiga bitta tuzoq qo'yganmiz. To'g'riga bu. Nimaga? Ashni biz. Nima qiladi buni? Hech narsa bo'lmaydi buni buzganim bilan. Mana bu yoqqa. To'xtab, narsalar tashlab olay, kerak narsalar, axlatlar ko'p ekan endi. Axlatlar ko'p ekan deydi. Mana almos mana bu tomonga, mana tomondan kelsang. Yo'q, mana almos bor ekan mana bu yerda. Mana. Shuni aytaman, men topdim shuni. Taxtang bormi, taxta? Taxta bor, ha? Tashlab ketdi o'sha joyga. Bo'ldi, hozir juda ko'p ana bor ekan. Verstakni qo'ydim. Verstakni yema lekin hali. Endi yeyman degandim. Nimaga hayotim bunday adolatsiz? Mana. Senga ender purul beraymi? Menda juda ko'p. Sandiqda yesak nima bo'lar ekan, yeb ko'ramizmi? Do'stlar, bedrockni yeya olmas ekanmiz, sindirib bo'lmadi bedrockni. Mayli, hech narsa qilmaydi. Bedrock uji aqlimiz yetmadi bedrockka. Qo'lda endi hozir kreativda o'tib survival rejimda bedrock deb ko'ramiz sizlar uchun. Qani, let's go.
Xo'p, do'stlar, tepaga chiqib oldik va o'sha ishlarga va'da bergan Bedrockni kreativdan oldim. Endi yeb ko'raman. Xo'p, nima bo'lar ekan? Hech qanaqa Bedrock desa effekt hech qanaqa effekt bo'lmas ekan, birodarlar, Bedrock desa, lekin realni gapni aytaman, yuklab olish uchun Telegram kanalimga o'tinglar va bu Ender Drakondan bitta zarba o'ldirsa kerak bu qilich. Qaranglar. Atak 99+, qaranglar, bu degani mana buni bitib tursanglar 36 ta yarim stak ovqat tushyapti mana. Mana. Bunda 1 stak beraverdi. Ko'ryapsizlarmi? Bu degani misol bitta almaz ursanglar ham kirkam shu shunaqa. Vobshe makillataveradi. Xolos, hammaga xayr. Sizlar bilan birgalikda Zaykboy hamda Hyper bo'ldi. Do'stim, bitta xayrlashib oling podpishchiklar bilan. Hammaga xayr, sog' omon bo'ling. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. 5000 ta bo'lishimizga oz qoldi. Like bos, negirvachcha.